Aziz obunachilar, Nexo 3 ni puliga Captiva olgan bo'larmidingiz? Captiva 2008-yil ishlab chiqarilgan. Motor holatlarini bitta ko'rsatib o'raman sizlarga hozir. Xo'p, mana motor holatlari 3.2 lik motorda metan gazlari bor. Motor hadovoy zo'r, motor hadovoyda ish yo'q. Bemalol любой ustozga ko'rib tekshirib olsalaringiz bo'ladi. Salon ichlari apshikalarni ko'ryapsizlarmi? Ideal holatda turibdi. Xo'p, chihol poligilar tashab qo'yilgan. 2 krok probeg, mashina bir qo'l yurgan. Xo'p, avtomat korobka, orqadan ko'rinishlari, lyuklari ham bor. Kraska holatlariga kelsak, krilo bilan bagajda petnosi bor. Yana bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. Nexo 3 olaman degan akalarga, Captivani arzonidan olaman degan akalarga javob qo'yamiz. Bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Mashina Samarqand shaharniki. Bu Captivani narxini 8100 deyaptilar. Yana ozgina savdosi bor. Variant, Vico, barter, generalniy hamma dokumenti bor. Pastda telefon nomerlarini yozib qoldiraman. Telefon qilib bemalol akamizga aloqaga chiqishingiz kerak. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beradilar.